Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston 20 yil staj bor suvarchilarga mana bu ish ko'rsataman. Agar mash do'rizidan chiqarishsa, men hunarim tashlayveraman. Agar sifatini yaxshilab ko'rib olishsin. Cho'klar fors bo'lgan, 45 gradusga qo'l mehnatda ekkanman. Bu yerlarga ham ertaga 2 ga 1 profil aylanadi. Qora lista bo'lgan mana. Karnizimiz cho'ki yo'q bu yerda ham, mana qubbasida ham cho'ki yo'q. Giletinda ig'dirilgan gipkada. Mana 2 ga 1 profillarimiz ham pomna qalinda bo'lgan, eng qalini. Qubbalarimizda mana ko'rsizlar cho'ki yo'q. Qonatimiz mana shunaqa Honda ishlangan. O'ta tekis chiqadi. 10 ga 5 2 stenkada. 3 tadan pachimli sharnar o'rnagan. Yaxshilab ko'rsizlar. Mash sifatida chiqarishsa agar hunarim tashlayveraman. Sentr zamoni fors bo'lsa ham kesib turib ishlaganman, shlankani kiygizish uchun. Sentr zamoga shlanka kiygizilgan gilatkasiga. Pomna jim bo'lgan. Bu temir turish insonni uyiga o'rnaydi. Yaxshilab ko'rib olinglar. O'z chang holatda turibdi. Mana etlarni ham chaqlab chiqqanman. Mana yerga bolgarkalarni tiyib ketmasin chaq toshladib chaqlab chiqilgan. Ko'rdingmi? Buni ichlari ham kraska bo'ladi, rossiyskiy kraska bo'ladi. Pomna shumka bo'ladi, stiklavatida. Nimaga buni ichini kraska qilaman? Orasidan ketinchalik 10 yildagi zang oqmasligi uchun mana 2 qavatli orasi pomna kraska bo'ladi. Ko'rsizlar. Rossiyskiy gruntovka ham bo'ladi bu darvoza. Chunki garantiyasi yetarli. Ko'rdingmi? O'z masalaga chiziqlarni ham ko'rsatib qo'yaman, qanaqa kelganini. Qo'l mehnatda giletinda ig'dirilgan mana. Chiziqlarni yaxshilab ko'ringlar. Atvet bormi? Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston mash dorozaga. Men eng yoqtirgan, havasga qiladigan dorozam mash.